У вас получается карта, деньги 115 рублей. Карманов все убираем. Видите, 2 шага вперед делайте. Подойди туда, встань. Вот. Hozirgi paytda reydlar juda ham ko'p bo'lyapti. Bozorlarda, skladlarda, restoran, choyxona shunaqa joylarda reyd qilishyapti. Bezakmay yurgan akalarimiz, opalarimiz ehtiyot bo'linglar, jigarlar. Sizlarga ham ushlab deportga borishi mumkin. O'sha uchun ehtiyot bo'lamiz. Shu videoga like bosib tarqatib qo'yamiz, tanish-bilishlarga jo'natib qo'yamiz. Hamma ko'rsin. Reydlar juda ham ko'p kuchaygan. Не только Moskva, Podmoskvada, balkim Rossiyaning hamma regionlarida, hamma territoriyasida reydlar yomon qattiq bo'lyapti. O'sha uchun ehtiyot bo'linglar, jigarlar, like bosib shu videoni tarqatib qo'yinglar. Hammasi mayli, ushlab sizni olib borgandan keyin bir qancha muddat FMS Saxarovada o'tirasiz. O'sha yerdan nima qilasiz? O'sha yerdan sizni Tojikiston yo O'zbekistonga jo'natmoqchi bo'lsa, o'zingizni pulingizga hozir bilet olib ketasiz ekan. Biron tanish bilishlaringiz pul yuboradi yo bilet olib beradi, o'shanda ketasiz ekan. Yo bo'lmasam o'tiraverasiz. Qancha bo'lsa shuncha o'tiraverasiz ekan. O'sha uchun ehtiyot bo'lamiz. Shu videoga like bosib tarqatib qo'yamiz. Стой, я сказал! Стой! Документы где? Руки из кармана, руки из кармана. Один упал. Куда упал? Куда упал? Куда упал? Черная Toyota, номер не видно.